Jianshuan mag'lub bo'ldi. Mag'lub bo'ldi? Qarang, u hatto Jianshuan Zunshini ham yengdi. Chen Yuan, Qariya, bor kuching shumidi? Hali ham aqdingdan qaytmadingmi? Sen qanday qilib bu kuchga ega bo'lding? Ha, men kuchliman, lekin sen juda zaif ekansan. Men zaifmanmi? Hozir senga ruhimni qurbon qilib bo'lsa ham. Do'zaxni manzarasini ko'rsatib qo'yaman. ota, bu qariya taqiqlangan usulni qo'llamoqchi. Jang qobiliyati qancha? 20 ming atrofida, lekin tez orada 30 mingga ko'tariladi. Ha, bo'lishi mumkin emas, u mendan o'tib ketadi-ku. Ota, vahima qilmang, men yana kuchayapman, hali biroz quvvat bor. Yaxshi, faqat tezroq. Ota, bu safar men katta kuch sarfladim. Tovuq sho'rvamni unutmang. Ay, xavotirlanma, albatta bo'ladi. U judayam kuchli ekan, judayam kuchli. Bu Zunshilar o'rtasigacha. U amaki, ustoz Jianshuan g'alaba qozonadimi? Bilmayman, buni aytish qiyin. Ustoz Jianshuanning quvvati juda kuchli, lekin Chen Yuan ham kam emas. U ham juda kuchli. Sui, Chen Yuan g'olib chiqadimi? Men bilmadim. U juda kuchlimi? Bilmadim. Sen kimsan? Bu quvvat ulkan quyosh kuchi. Qariya, meni kimligim ayni damda muhim emas. Ikkilanmasdan jangga kirishing. Qo'rqyapsizmi? Men senga o'ylab olish uchun vaqt bergandim. Lekin sen bundan foydalanmading. Avval men seni mayib qilaman, keyin ularni o'ldiraman. Menga endi baribir. Osmonning qudratli ajdari. Xiao Yao Tianzuning buyuk usuli o'lmas ajdarni yenguvchi qo'l. O'lmas ajdarni yengish uchun ozgina kuch ishlatyapmiz. Agar u buni bilsa, g'azabdan o'zini tuta olmasdi. Nima farqi bor? Sher quyon ovlash uchun ham bor kuchini sarflaydi-ku. Ajdar, sen tamomsan. Ablah. Ustoz Jianshuan. Ustoz Jianshuan. U o'libdi. O'libdi. Qanaqasiga? Jankun, sen bilan davom etamizmi? Mayli, senga oxirgi imkon beraman. Hoziroq ulardan tiz cho'kib kechirim so'ra. Balki shunda seni kechirarman. Qani, bo'la qol. Xolajon, amaki. Yo'q, haligi Jang amaki. Jang xola. Men xato qildim. Iltimos, meni kechiring. Eshitilmayapti, balandroq. Nima? Balandroq deyapman senga, ovoz chiqarib. Xo'p. Ana. Janam aka, meni kechiring. Xato qildim. Xola. Xolajon, kechiring. Jansui, kechir. Chen Yuan, bo'ldi, bas qil. Yetarli. Ha, bas qiling, bo'ldi. Bas qiling, Jankun, ahvolingizga bir qarang, juda achinarlisiz. Voy. Senga turishga ruxsat bermadim. Ular seni uzringni qabul qilishdi. Ulardan minnatdor bo'lishing kerak. Amaki, xola, rahmat sizlarga. Endi yo'qol.
yaxshimisiz? Jonim aka, uzr, qo'rqitmoqchi emasdim. Zunshiylardan ekansan. Nega oldinroq aytmading? Men Ota, iltimos, meni sirimni hech kimga fosh qilmang. Agar bu sir oshkor bo'lsa, yer yuzida katta tartibsizliklar yuzaga keladi. xavotir olma, buni yaxshi bilaman. Yaxshi. Aytishga noqulay bo'lsa, majbur qilmayman. Bugun hayotimni saqlab qolding. Buning uchun sendan minnatdorman, lekin qizim sendan homilador. Bilginki, sen bilan hali gapimiz tugamadi. Dada, Jonim aka, xavotir olmang. Suvi uchun barcha javobgarlikni zimmamga olaman. Shunaqa degan? Ha? Sen avval Janlar oilasidan qanday qutulishni o'ylab ko'r. Jankun Jan oilasi rahbarining yagona vorisi, u hamisha e'tiborda bo'lgan. Bugun uni sharmanda qilding, ustozlardan birini o'ldirding. Ular albatta seni izlab kelishadi. Tinch qo'yishmaydi seni. Shuni esingdan chiqarma. Hechqisi yo'q. Bu bor yo'g'i bir Jan oilasi ekan. Ular menga zarar yetkaza olishmaydi. To'g'ri ota. Endi onamga g'amxo'rlik qiling. Tovuq sho'rvasidan ichiring. Men kuchga to'lib olgach, osmonga mirilsa ham uni ko'tarib tura olaman. Yaxshi, yaxshi. Chen Yuan, sen juda kuchlisan, lekin meni maslahatim ehtiyot bo'lgan. Jan oilasida Tianshuan kabi 3 ta Zunshi ustozlar bor. Ustiga ustak, ularning rahbari Janubiy provinsiya gubernatori va ibodatxona a'zosi. ha, bo'ldi endi, Yulsiu. Yuring, uyga boraylik. Otangizga bu yerda sodir bo'lgan ishlarni hammasini yotig'i bilan tushuntiring. Uni xabardor qilish kerak. Yur. Chenyuan, raqamimni yozib qoldirdim. Biror narsa kerak bo'lsa tortinmay qo'ng'iroq qil. Ketyapsanmi? Buncha tez, balki meni uyimga kirib keyin ketarsan. Meni uyingga taklif qilyapsanmi? Ha? Chenyuan, farzandingni onasi bo'lsam ham oramizda hali hech narsa yo'q-ku. To'g'rimi? Ha, bilaman. Faqat seni xavfdan saqlamoqchi edim. Uyga taklif qilganim sababi seni mehmon qilmoqchiman. Mazali taom tayyorlayman. Hali ovqatlamagansan-ku. Qani yur. Nima? Qayerga? Hoy. Bu seni uyingmi? Ha, o'zingni erkin tut. Men ovqat tayyorlayman. Ota, tezroq men uchun tovuq sho'rvasi tayyorlang. Kuch beruvchi, to'yimli bo'lsin. Bilaman, tayyorlayapman-ku. Ota, shu qizil ziravordan ham ko'proq soling. Shundanmi? Ha, shundan. Bu go'chi deyiladi. Menimcha yetarli. Bo'ldi. Yo'q, yetarli emas. Ko'proq soling, ko'proq. Endi-chi? Judayam oz. Yetmadi. Soling, hammasini soling. Hammasinimi? Ha. Endi o'sha sariq narsani ham ko'proq soling. Zanjabil-ku. Ha, uni ham soling. Agar hammasini solsam yeb bo'lmaydi-ku buni. Sho'rva bo'lmay qoladi. Nima qilay? Xavotir olmang. Men buni o'zim hal qilaman. Men bunday sho'rvani dasturxonga qo'yishga ham qo'rqaman. Ota, siz faqat uni olib chiqing. Men esa sizni tanangizni mustahkamlab qo'yaman. Mustahkamlab? Qanday qilib? Men sizni yer yuzidagi eng baquvvat erkakka aylantira olaman. Juda yaxshi. Bo'ldi, kelishdik. Sho'rva tayyor. Kela qol. Bu tovuq sho'rvami?
Ha, kel, issiqda yeb ol. Qiziq. Menda bir savol bor. Ayt-chi, sho'rvaga nega buncha ko'p go'chi solding? Hozir homiladorsan. Ko'proq kuch-quvvat kerak, shunga seni o'ylab ko'proq soldim. Menga quvvat kerakmi? Ha? Tushundim. Lekin quvvat uchun bo'lsa ham shuncha miqdorni solishing shartmidi? Haligi unda ko'p foydali xususiyatlar bor. Sen juda kuchli bo'lasan. Men bu sho'rvani ichmayman. O'zing ich. Onang bu sho'rvani ichmaydi degandim-ku. Xavotirlanmang, menda bir usul bor. Nima qilyapsan? Nima qilyapsan? Men onamni hazm tizimini tezlashtiryapman. Ochlik hissini 100 barobarga kuchaytirib qo'yaman. Qorni ochsa, u zavq bilan yeydi. Nima? Bu nima bema'ni qiliq? Negadir juda ham qornim ochib ketdi. Aytdim-ku, u albatta yoqtirib yeydi deb. Unga rostini aytish kerakmidi? Xavotir olmang, hammasi yaxshi. Men hali ham ochman. Dada. Dada, Tianshuan ustoz o'ldi. Nima? Nima bo'ldi? Dada, iltimos meni himoya qiling.